Merhaba canlarım, bu Sitora. Yerim ishga boryapman. Xo'p, aka. Yaxshi ishlang, ko'p pul olib keling. Xo'p. Endi qiladigan bir ikkita ishim bor. Erimni ishga yubordim. Kompyuterda hal qilib, keyin dugonam bilan ko'rishga birgalikda tayyorlanamiz. Bu vloglar sizlar uchun juda ham foydali bo'ladi. Men faqatgina o'zimni Turkiyadagi hayotimni emas, har bitta vlogimda turkcha iboralarni, turkcha so'zlarni sizlarga aytib, sizlarga yaxshiroq turk tilini o'rganishingiz uchun yordamchi bo'laman. Shuning uchun mendan uzoqlashmang. Uyimizning oldida katta magazin bor va bizning derazamiz tagida doimo shunaqa katta mashinalar kelib, ana qaranglar, yuk berishadi va bu meni ertalabdan asabimga tegadi. Ayol kishi bo'lish munchalar qiyin. 1 soat vaqtim ketdi kiyim tanlashga. Sonunda bu yeshil gömleği ve kot pantolonu giyeceğime karar verdim. Menga o'xshab kiyim tanlashda qiynaladiganlar bormi? Kommentariyada o'zingiz belgilab keting. Keling birgalikda sochimga fon chekeceğiz. Albatta sochimizga issiq koruyucu sprey sepamiz. Ukladkam tayyor. Birgalikda makiyaj qilamiz va bu orada men kimman, Turkiyada nima qilyapman savollarga javob beraman. Vitamin C. Xo'p, men kimman? Buxorolik, Sitora Bozorova Turkiyaga doktoranturada o'qish uchun kelganman. Doktoranturada o'qish uchun qanday kelib qolganman Turkiyaga? Ko'z kremi. 100% grant asosida Turkiyada hozir tahsil olaman. Yuzni namlantiruvchi krem. Turmush o'rtog'im va bolalarim bilan Turkiyada salkam 4 yildan beri istiqomat qilamiz. U grantning nomi Turkiya burslari deb nomlanadi. Turkiya burslari granti menga nimalarni berdi? Bepul yotoq-joy, oyma-oy to'lanadigan stipendiya, bepul sug'urta, universitetimning barcha xarajatlari, barchasini Turkiya burslari granti qoplaydi. Hozirgi kunda Instagram ijtimoiy tarmog'ida o'zimning vlogimni yuritib boraman. U yerda men ko'pincha oilaviy munosabatlarni, Turkiya hayotini ko'rsatib o'taman. Xohlasangiz profilni qoldirdim, obuna bo'lishingiz mumkin. Turkiya bo'yicha, turk tili bo'yicha yana qanaqadir savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada qoldiring. Men javob berishga to'liq harakat qilaman. Va mening onlayn turk tili kurslarim mavjud. Agar qo'shilmoqchi bo'lsangiz, bemalol yozishingiz mumkin. Hozir dugonam bilan uchrashishga ketyapman va universitetning ichidagi kafega kiramiz. Boshqa kanalga o'tib ketmang, hozir universitetimning ichini ham sizlarga ko'rsataman. Boshida aytganimdek, men Buxorolikman va o'zimning soham turizm hisoblanadi. Bakalavr va magistraturani Buxoro davlat universiteti tamomlaganman va u yerda 2 yil o'qituvchi lavozimida ham ishlaganman. Meni taniydigan talabalarim bormi? Makiyajim tayyor. Navbat kiyinishga. Shunaqa obrazimni tamomladim. Mana. Sizlarga yoqdimi? Endi tezgina chiqishim kerak, dugonam meni kutib turgan ekan. Tayyorlandim, endi uydan chiqyapman. Ko'cha o'ylaganimdan ham sovuqroq ekan. Biz va universitetning masofasi juda ham yaqin. Bu mana bu yerdagi daraxtlar universitet. Bu Eskishehir, ya'ni men yashaydigan shaharcha eng sevimli transport. Qo'shiq eshitib, endi ketyapman universitetga qarab. Men o'qiydigan universitet, Anadolu universiteti. Bunaqa karta yordamida universitetga kiriladi. Hoppa. Kirib oldim.
1 yil davomida turk tilini mukammal o'rganishimga yordam bergan markaz. Aynan mana shu yerda 1 yil davomida turk tilini o'rganganman. Turkiyada hozirgi kunda turk tilini xalqaro darajaga chiqarish uchun mana shunaqa markazlar ochilgan. Shuning uchun ham siz agar Turkiya burslari bilan o'qishga kelsangiz, turk tilini umuman bilmasangiz, qaysi universitetga kirishingizdan qat'iy nazar o'sha universitetda turk tilini o'rganish imkoniyatingiz bo'ladi. Universitet juda ham katta, shuning uchun ham ichida marketlari, kafelari mavjud. Mana bu yerda o'z dugonam bilan uchrashaman, Tren kafe deydi. Mana dugonam meni kutib turibdi. Dugonam bilan kofe bilan nimada ishga olamiz. Кто будет брать? Какой-нибудь сэндвич хочешь? Не сэндвич, а, наверное, может, что-нибудь сладкое возьму. Ну, посмотрим. Хорошо. Large mı olsun ister? İsim rica edebilirim. Sitora. Efendim? Sitora. Sonra. Temassız varsa teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, benimki. Teşekkür ederim. Biz kofemizni va kruassanimizni oldik bir yarıçka bilan. Endi mana bu kafeni yana bitta joyi bor. Mana shu yoqqa kirib o'tiramiz. Моя подруга Диара. Она с Киргизии. Вот, мы познакомились здесь, именно в Томере, да? Вместе учились в Томере. Вместе учились в Томере. Bizda biz hozir kelayotgan paytimda aytdim-ku, turk tilini o'rganadigan markaz deb, o'sha yerda dugonam bilan tanishganmiz va o'shandan beri juda ham qalin do'stmiz. Hozir kofe ichib suhbatlashamiz va sizlarga bir nechta kontentlar olamiz. Cappuccino juda ham sevaman. Yetmaganda yana XL katta olma dugonam kulyapti. Shunchasini ichasanmi deb. А это орта бой. O'rta boy Орта бой, карамель макиато. Karamel macchiato. Советую. Sovetiyada. И у меня такой круассанчик, очень qoldim. Biz Parijda bo'lmasak ham Parij bizga keladi. Croissant va cappuccino bunday qilib, shunaqa yeydimi? Вкусно. Классно. Hozir biz dugonam bilan turkcha suhbatni, ya'ni kafega kirgan paytda mijoz va ofitsiant o'rtasidagi dialogni turk tilida olamiz. Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş buldum. Kaç kişisiniz? Tek kişiyim. Buyurun sizi masanıza alayım. Siparişinizi alabilir miyim? Bir tane orta boy cappuccino istiyorum. Tabii efendim. Başka bir isteğiniz var mıydı? Hayır, teşekkür ederim. Buyurun. Siparişiniz. Teşekkür ederim. Pardon, hesap alabilir miyim? Tabii efendim. Nakit mi ya da kart mı olacak? Kredi kartı olacak. Buyurun. Ödemeniz onaylandı. Teşekkür ederim. Bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bekleriz. Teşekkürler, iyi günler. Mana bu katta zdaniya, ya'ni bino, bu kutubxona. Bizlarni eng yaxshi ko'rgan joyimiz faqat Diara bilan shu yoqqa kelib dars qilardik. Hozir bu dars qilishga kiradi, men esa uyga ketaman. Mana kutubxonamizni kirish joyi, yana asosiy kiradigan joyi. Bu kutubxona 4 etajdan iborat. Hozir biz ikkinchi etajda turibmiz, lekin bu yerda birinchi etaj hisoblanadi. Yana pastda yana bitta joy bor, yurish yo'lagi. 1, 2, 3 va orqa binolarda 4-anaqalar qavatlar. Shunaqa Diara bilan shu yerda xayrlashamiz. Universitetning ichida har joyda mana bunaqa universitetning xaritasi qo'yilgan. Bu yerda ko'rishingiz mumkin universitetning qanchalik kattaligini. Shunaqa Diara bilan xayrlashdim, endi uyga ketyapman. Bir kun albatta universitet haqida to'liq ma'lumot berish uchun katta video suratga olishga harakat qilaman. Bugun vaqtim yetmadi universitetni polnistni ko'rsatish uchun. Universitetga qanday kirgan bilsam, xuddi shunday chiqib ketyapman. Mana shunaqa kart bilan, ya'ni talabalar karti bu. Mana bu yerdan chiqib ketamiz. Turniket bor. Hoppa. Universitetim. Mana bu uylarda biz yashaymiz. Juda ham yaqin. Bugungi blogda men bilan birgalikda bo'lganingiz uchun katta rahmat. Agar universitet haqida ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, bemalol kommentariyada yozib qoldiring.